Qosh terish va yuzdagi mo'ylarni elib etish to'g'risida. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Ayollar to'g'risida so'raydigan ikki savolim bor edi. Birinchi. Ayollar yovi qoshlarimizni terib etsak, qoshqa xana qatorliq uzoqroq turadigan narsalarni ishlatib go'zallashtirsak bo'lamdi. Ikkinchi. Yuz va badandagi mo'ylarni pokizlik tarafdan elib etsak bo'lamdi. Boshqa ellardagi nurg'un musulmon ayol qarindoshlarimning qoshlarini terib yasinayotganini ko'rdim. Shunga dinimizda bu ishni qilish durustmidi deb tangirqab sildan oydinlashtirg'im keldi. Ko'p rahmat sizlarga. Alloh ilmlarni taxmi ziyoda qilsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamdu sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga, oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Allah subhanahu va taolo insonlarni eng go'zal suratda yaratib qolmay, ularning fitratiga va tug'ma tabiatiga go'zallikni suyishni singdirib o'tgan. Mo'min bandalarga bo'lsa, taqi turqida, kiyinishida, yasanish va zinnatlanishni shariat chek-chegarasi doirasida mubah qilib qolmasdan, balki ey odam bolalari, har qadam namoz o'qimoqchi bo'lganlarda zinnatlaninglar deb buyurgan. Halol zinnatlanishni harom qilib o'tganlarni qattiq ayiblab aytqinki, Allah bandalar uchun chiqarib bergan zibu zinnatlarni, shirin, pak rizqlarni kim harom qildi degan. Ya'ni ba'zi maxluqotlarni insonlarga zinnat uchun yaratganligini bayon qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi degan. Mana bu dinimizning bu vaqtdagi umumiy ko'rsatmasidir. Buning ichidagi ba'zi bir yasinish va pardozlanish usullari shariat belgilagan chekdan oshirib o'tganlik jihatdan cheklangan bo'lib, bu vaqtda bizga kelgan savollar ko'p bo'lg'achqa, qosh va badandagi mo'ylarni tozalash orqali yasinish va pardoz qilishdagi cheklangan va cheklanmagan turlarni tuvanda bir-birlab bayon qilib o'tamiz. Birinchi. Qosh terishning hukmi. Hadisda qosh targan va targuzganlarga la'nat qilingan bo'lib, Ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Choch o'g'lig'uchi va ulatquchi, qoshlarni targuchi va targuzguchi biror kasallik bo'lmasimi, husn tuzash uchun gul chekkuchi va chektirguchi ayolga la'nat qilingan. Alqama rivoyat qiladi-ki, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu yengni sanjib gul chekkuchi va chektirguchi ayollarga, qoshlarini targuzib pardozlangan ayollarga, tishiga ingak solgan ayollarga, husn tuzash uchun Allah yaratgan a'zolarni o'zgartuvchi ashundoq ayollarga Alloh la'nat qilsin degan edi. Bu gapni Asad jamoatidan Ummu Yaqub degan bir ayol anglab, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning yoniga kelib, "Sizlarning mundoq ayollarga la'nat o'qiganliklarini anglayman-ku" dedi u. "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la'nat qilgan, Allohning kitobida la'nat qilingan kishilarga nima uchun la'nat o'qimaydi ekanman" dedi. Ummu Yaqub: "Men Qur'onni boshdan oxirigacha o'qib bo'lgan. Shundaqdimi sizlar degan oyatni ko'rmadim-ku" dedi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu: "Qur'onni o'qigan bo'lsangiz, albatta u oyatni ko'ratdingiz. Siz payg'ambar sizlarga berganini elinglar, sizlarni nimadan to'sgan bo'lsa, uningdan cheklaninglar degan oyatni o'qimadingizmi?" deb so'raydi. Ummu Yaqub: "Ha, o'qidim" dedi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu: "Undaqda Alloh uningdan to'sqandir" dedi haliqi ayol. "Undaq bo'lsa, men sizning ayollarining ashundaq ishni qilayotganligini ko'rganda qildim-ku" dedi. Shunda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu: "Berib qarab beqingchi" dedi. Shuning bilan u ayol berib qaragandan keyin o'zi o'ylagandek biror ishni ko'rmadi. Shuningdan keyin Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu: "Navoda ashundaq bo'lgan bo'lsa, bizning amrimizda turmagan bo'ladi" dedi. Yuqorqi va uningdan boshqa hadislarga asosan qoshlarni enchiklatish uchun yip, mo'chin va shuningdek narsalar bilan yulush islom cheklagan yasinish bo'lib, barliq olimlar ikki qoshning tukini yulush la'nat qilingan va cheklangan ish deb qaragan. La'nat so'zi Allohning rahmatidan qo'g'lanishni ko'rsatadigan bo'lib, kechirishga bo'lmaydigan aybi, qabih harakati, og'ir gunohi uchun bildirilgan qattiq qarg'ishdir. Payg'ambar alayhissalomning la'nat qilishi u ishni qilg'uvchini Allohning rahmatidan qo'g'lanishi uchun qarg'ashni ko'rsatadi. Mana bu shu darajadagi og'ir so'z bo'lg'achqa, oyat va hadislarda biror qilmishga la'nat qilingan bo'lsa, bu shu qilmishning cho'ng gunoh ekanligini bildirdi. Go'zal o'sin uchun Alloh yaratgan a'zolarni o'zgartish qilmishi oyatlardami qattiq ogohlantirilgan ish bo'lib, Alloh taolo buni shaytonga ergashganlik deb mundaq deydi. Ular, ya'ni mushriklar Allohni qo'yib faqat o'zlari kishi nomlar bilan atalgan butlarga ibodat qiladi. Faqat Allohning ibodatidan bosh tortgan shaytonga ibodat qiladi.
Allah shaytonni rahmatidan yiroq qildi. Shayton aytdi: "Men albatta sening bandalaringdan muayyan sandakilarni egilayman. Shundaqla cho'qim ularni ozdiraman. Ularni xom-xiyol qildirman. Ya'ni hayot uzun, qiyomat, hisob elish yo'q degandek botil aqidalarni ko'ngliga solaman. Ularni cho'qim chahorpaylarning butlarga nazar qilib belgi uchun quloqlarni putishga buyurayman. Ularni cho'qim Allohning maxluqotini o'zgartirib etishga, ya'ni qullarni aqd qilish, ularga mang o'ydirishga o'xshash ishlarga buyurayman. Kimki Allohni qo'yib shaytonni do'st tutar ekan, u dunyo va oxiratda o'p-ochiq ziyon tortgan bo'ladi. Shayton ularga yolg'on va'dalarni beradi va ularni xom-xiyolga soladi. Ya'ni amalda ishga oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Shayton ularga faqat yolg'onni va'da qiladi. Ana shularning boradigan joyi jahannamdir. Ular jahannamdan qochadigan joy topolmaydi. İmam Tabari, İmam Zajjaj va İmam Abu Mansur Maturidi qatorliq ko'plagan mufassirlar yuqorqi oyatdagi Allohning yaratganini Allohning dini deb tafsirlashni tarjih qilib, buning ichiga Alloh cheklagan gul chekish va qosh terish qatorliq hamma ma'siyatlar kiradi. Bir narsani yaratilganiga ishlatmay boshqa ishga ishlatish Allohning dinini o'zgartish jumlasidandir deb qaragan. İmam Faxrur Razi Allohning yaratganini o'zgartishni imondan kufrga o'tish va fitratni buzishdan iborat e'tiqod va tabiat jihatdan o'zgartish. Halol haromni ostin ustun qilish, yana gul chekish va qosh terishdek sirtqi ko'rinishni o'zgartish deb ayirib, bularni hammasini shaytonning inson ko'ngliga solgan xom xiyollar bilan bog'lab tahlil qilgan. İmam Abu Mansur Sa'alibi, İmam İbn Atiyya qatorliq bir qism mufassirlar Allohning yaratganini o'zgartishning tafsirlarini xulosalab mundaq deydi. Mufassirlar Allohning yaratganini o'zgartish deganning ma'nosida o'xshamagan qarashlarda bo'lgan. Bu oyatning tafsirining xulosasi ziyonliq o'zgartishlar bo'ladi ekan, bu oyat doirasiga kiradi. Foydali har qanday o'zgartish mubahdir. İmam Muhammad Rashid Rizamo mufassirlarning qarashlarini mundaq xulosalaydi. Yig'ib aytganda, tanqidga sazovor shakl o'zgartish shaytonning iziqtirishlarining jumlasidan sanaladi. U bo'lsa-mu, go'zal suratni buzib etishdir. Bo'lmasa, xatna qilish, soch soqolni bo'yash va tirnoq ilishlarmi sunnat qatoridan bo'lmasdi. Mana bu mufassirlarning oyatlarni izohlashi bo'lib, hadisdagi Allohning yaratganini o'zgartishning ma'nosi haqida olimlarning qarashlari o'xshash emas. Ba'zilar turli ma'nolarni ko'rsatib baqqan, yana ba'zilar tang'ir qilgan. İmam Shihabuddin Al-Qarafi, "Men hadisdagi Allohning yaratganini o'zgartishning ma'nosini tushunolmadim. Chunki xatna qilish, soch tirnoq ilish, xina yaqish va soch bo'yash qatorliqlarga o'xshash go'zallik uchun o'zgartish shariatda ayiblanmaydi" deydi. İmam Ibnul Javzi mundaq tahlil qiladi. Bu hadislardan har qanday ahvolda cheklangan bu ishlarning harom ekanligi ko'rinib turadi. Hazrati Ibn Mas'ud shundoq umumyuzlik tushungan. Bularni yana 3 xil ehtimollik bilan tushunishimiz mumkin. Biri, bu ishlar axloqsiz ayollarning qiliqi bo'lg'achqa undaq qilish cheklangan. Yana biri, erga tegmoqchi bo'lgan ayollardagi ko'z bo'yash, bu joiz emas. Yana biri, qo'lni og'irtadigan gul chekish qilmishlaridek Allohning yaratganini o'zgartishdir. Fuqaholarimizning bu turli qilmishlarning cheklanish sababi ustidagi izlanishlarmi uning ya ko'z bo'yashdek yomon niyat, ya jahiliyatning kufr odatlari va ya axloqsiz ayollarga o'xshab qolish, ya bo'lmasa ziyonliq bo'lishi qatorliq biror tashqi sababi borligini ko'rsatadi. Cheklanishga sabab izlab yurmagan olimlar bo'lsa, o'zgartishning o'zini Allohning irodasiga qarshi chiqish deb qarab, bu qilmishqa Alloh ruxsat qilmagan bo'lg'achqa harom peti qoladi deb qaragan va shariatdagi ziyonliq bo'lish suratni vaqtliq yoki doimliq buzish qatorliq umumiy o'lchamlarni asos qilgan. Hamda buning hukmining umumiyligiga kelsak, Maliki olimlardan bu cheklamani eriga hozidar tul ayollarga xos deb qaraydiganlarmi bor. Yana İmam Mavardi va İmam İbnul Javzidek ba'zi olimlar qosh terish eri yo'q ayollarning yotlarga yarash uchun yasanishda qishini tuzishi yoki fohisha ayollarning qiliqi bo'lganlikdan cheklanadi. Ammo eriga yasanishda cheklanmaydi deb qaragan. Lekin ko'pchilik olimlar hadis umumyuzlik cheklagan bo'lg'achqa mayli kimga yoki nima maqsadda bo'lsin o'xshashli harom ish va cho'ng gunoh deb qaragan. To'g'risi ko'pchilik olimlarning qarshidir. Chunki hadisda kelgan la'nat eri bor yoki yo'q, hozidar yoki emas, hammaga umumyuzlik kelgandir. Buni ma'lum bir turiga xos deydigan dalil yo'q. Yuqorqi Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning hadisimi buni tasdiqlaydi.
Madamiki bu ish gunoh ekan, erning ruxsati uni muboh qilolmaydi. Ayni davrda bu xil qashni inchiqlatib, pardazlanishni ayollarla qiladigan bo'lg'achqa, bu borada kelgan hadislarda ayollarla tilga ilingan. Agar bugungidek erlarmi bu xil usulda pardazlanadigan bo'lib qolsa, la'nat doirasiga erlarmi kiradi. Kelajakda inchiklatish o'rniga qashni butunlay yulib tashlash moda bo'lib qolsa, bumi albatta la'nat doirasiga kiradi. Buningdan faqatla ko'zni bearam qiladigan yoki boshqalarning diqqatini tortadigan darajada tom va benormal bo'lgan qashlar mustasnodir. Bu ahvolda davolanish yoki diqqatdan qochish uchun yulmasdan qirqib yoki ustira bilan tushirib odatdagi qashlarga o'xshash holatga kelguncha normallashtirsa bo'ladi. Qashning bir qismini yoki hammani tervetish cho'ng gunohlar qatoridan bo'lg'achqa, husn tuzash o'rinlarida bu xil xizmatni sunishmi haromdir. Chunki hadisda qashni targuzgichigimi la'nat qilingan. Ikkinchi, uzrab ketgan qashni qirqishning hukmi. Hanafiy va Hanbali mazhab olimlari yoki ayollarning qashi bakla uzrab ketgan ahvolda uni qaychiga o'xshash kaskuchi asboblari bilan qirqib, sal qisqartishni joiz deb qaraydi. Olimlar Imom Ahmadning qashini qisqartganligini bayon qilgan. Ammo Maliki va Shafiy olimlar bo'lsa, qashni qirqib qisqartishni makruh deb qaragan. Albatta, qashni terish yoki inchiklatish bo'lmagandan keyin uzrab ko'zga tushib olgan yoki boshqalarning diqqatini tortadigan darajada tom yoki uzun ko'ringan taqdirda qisqartish joiz degan qarash o'rinliqdir. 3. Qashni ustira bilan tushirishning hukmi. Hadisda terish, yulush tilga ilingan bo'lg'achqa, ustira bilan qashning hammini yoki bir qismini tushirib o'tishning yoki qaychi qatorliq asboblar bilan tuvidan qirqib o'tishning hukmida olimlar o'xshamagan qarashda bo'lgan. Ko'pchilik olimlar qashni ustira bilan tushirib o'tish yulushga o'xshashli harom deb qaragan bo'lsa, Hanbali olimlar ustira bilan tushirib o'tish joiz, cheklangani yulush deb qaraydi. Bu yerdagi hukmni bekitishdagi o'xshamaslik qashni terishning harom qilinishdagi sababiga berib taqiladi. Chunki shariatda hukm sababga bog'lanishliqdir. Bu sababni bekitishda olimlarning qarashlari yuqorida o'tganidek o'xshash emas. Agar cheklanish sababi ba'zi olimlar degandek pardozlanish uchun qashni inchiklatish bilan Allohning ayibsiz yaratganini o'z beshimchilik bilan ruxsatsiz o'zgartish bo'lsa, ustur bilan inchiklatishmi o'xshashlar cheklanadi. Lekin Alloh ayiblik yaratganini o'zgartishga, yana pokizlik va sog'lomlik jihatdan zarur va foydali bo'lsa ruxsat qilgan bo'lib, xatna qilish, quloq teshish, qo'ltiq va avrat tuklarini tozalash va chash tirnoq ilish qatorliqlar cheklanmaydi. Eg'ir ziyonliq yoki shaytonga ergashish hisoblanadigan ishlar pardozlanish uchun bo'lsa-mu la'nat qilingan doiraga kiradi. Bu masaladagi hukmni ixchamlasak, ko'pchilik olimlarning qashni ustira bilan tushirib o'tish yulushga o'xshashli harom degan qarashi eg'ir bosadi. Yulush bilan tushirtishning maqsad jihatdan farqi bo'lmasa-mu, yulush keyincha ziyonliq ekanligi, qashni ko'p yulush qapoq sangilab qilishga sabab bo'lganligi, qapoq sangilashni operatsiya bilan davolamasa, ko'rish quvvatiga ta'sir yetkazib qolmay, bosh og'riqni keltirib chiqaradiganligi, yulingan qashning o'rniga texmi tom va jonliq qash chiqib, yulush davomlashsa, qash unmay Allohning go'zal yaratgani o'zgardiganligi, buning amalini qilish uchun qash chektirish yoki qash ko'chirishga yoki chaplashga ehtiyoj tushadiganligi ilmiy isbotlangan. 4. Qo'shma qashni ayirib o'tishning hukmi. Hadisda qashni terish tilga ilingan bo'lib, qashni ta'riflasak, bu va boshqa ahkamlar ayon bo'ladi. Qashning chekini bekitib olish shar'iy hukmga aloqador bo'lganlikdan zarurdir. Undaqda qash degan nima? Qash ko'z qapqining ustunki qismidagi tuklardan tashkil topgan yaysimon siziq bo'lib, manglay so'ngiga boshlangan ikki do'qa so'ngakning ustiga joylashgan ikki qash ko'zni quyosh nuridan qo'g'dash rolini o'ynaydi. Odatda qashning tom va qo'yiqlari qora qash, inchiklari qalam qash va tutishib ketganlari qo'shma qash deb ataladi. Har qaysi xalqlarning estetik zavqiga va davrning modasiga qarab, ba'zisi qo'shma qashni, ba'zisi ayrim qashni yoqtirishi mumkin. Qadimki arablar qo'shma qashni yoqtirmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislarda bayon qilingan sifatlari qatorida Rasulullohning qo'shma qash emasligini bayon qilingan. Qadimki rimliklar bilan Uyg'urlar qo'shma qashni go'zallik, ziraklik va poklikning simvoli deb qaraydi. Vatanimizda bayqalgan qadimiy tam rasmlardagi qo'shma qash ayol rasmlari va hozirgacha el orasida saqlanib kelgan o'sma bilan qashni ovlash odati buni ko'rsatadi.
Qo'shma qashning o'ttirini yulib ayirib o'tishning hukmida olimlarning qarashlari birdek emas. İmam Tabari qatorliq ba'zi olimlar ikki qashning o'ttirisi qashqa tava yoki tava emas degan taqdirdami yuzdagi tukni terishmi qashni terishga o'xshash deb qarab, hadisda cheklangan qash terish doirasiga kiradi deb qaraydi. Bularning ichida boshqalarning diqqatini tortadigan darajada benormal bo'lgan qo'shma qashlarni normallashtirsa bo'ladi deb qaraganlarmi bor. Yana ba'zilar qo'shma qashning o'ttiri qash doirasiga kirmaydi. Shunga o'ttirini yulib yoki tushirib ayirib etsa joiz deb qaraydi. Keyingi mushu qarash o'rinliqdir. Chunki qash ikki ko'zning qapoqlari ustidagi manglay so'ngiga boshlangan ikki do'qa so'ngak ustidagi teriga ungan tuklardan iborat. Ikki qashning oraliqida ikki qashning ostidagidek do'qa so'ngakmi bo'lmaydi. Shunga u joy qashqa emas, yuzga tava deyishga yoki ikki qashning o'ttiridagi barliq ushshaq tuklarni yavu qash deyishga bo'ladi. Qash atrofidagi yavu tuklarni elishning hukmimi yuqorqi tarif bilan hal bo'ladi. Ya'ni qashning o'zini emas, qashning osti ustidagi yoki o'ttiridagi biror tal yavu tuklarni elib o'tish joiz. Chunki bu dinimizda cheklangan ish emas. Cheklama kelgani qashning o'zini yo'rish bo'lib, qashning atrofi bo'lsa qashqa tava emasdir. 5. Qashni butunlay terib o'tib, o'rniga inchki qash chekishning hukmi. Qashni butunlay terib o'tib yoki tushirib o'tib, o'rniga inchki qash chekish yoki sizishmi o'xshashlar cheklangan doiraga kiradi. Aslida pardozlanish uchun qashni terish la'nat qilingan ish bo'lg'achqa, agar uninga gul chekishdan iborat yana bir harom qo'shilsa, texmi ig'irlashadi. Gul chekilmay qash sizish bo'lsa-mu, bu yanada bar qashni terish va tuzashdir. 6. Qash atrofini tan rangida bo'yab inchki ko'rsatishning hukmi. Hozirgi qash tuzashning yangi usullaridan biri qashning inchiklatiladigan qismining ikki tarafini peshona rangida bo'yab, qashni inchki ko'rsatish yoki qashni butunlay tan rangida bo'yab o'tib, uning ustiga inchki qash sizishdir. Buningda qashni yulish yoki tushirish bo'lmasa va yoki yengni bilan gul chekilmay sizish yoki bo'yashli bo'lsa, buni joiz deguchilarmi, joiz emas deb qaraganlarmi bor. Albatta, bu qash terishni cheklashning sababini bekitishga berib taqirdi. Biz yuqorida bu haqda olimlarning birlikka kelolmaganligini bayon qilib o'tdik. Qashni inchki ko'rsatish jihatdan buni qashni terish orqali inchiklatishga, pardoz uchun Allohning yaratganini o'zgartirishga qiyos qilg'ili bo'lganidek, bir qarashqa buni qashni bo'yashga aloqador deyishga bo'ladi. Chunki buningda Allohning yaratgani aynan bor, o'zgartish yo'q. Yiroqdan ko'zga chiliqmasimi, yaqin kelib qaraganda ko'rinadi. Faqatla rangi o'zgartirilgan. Shunga buni qashni terish qatorida qiyos qilishga bo'lmaydi. Bu xil tariqada qashni bo'yab inchiklatgan qiz ayollarga to'y qilish niyatida qaragan yigitlar ko'z bo'yamchilikqa uchrasa, ularga qaragan ayollar ularni qashini yulib inchiklatibdi deb cho'ng gunoh qilganlar qatorida o'ylabmi qoladi. Andan bo'yashning o'zi harom ish bo'lmasa-mu, qashni terib inchiklatishdek maqsadda qilingan bo'lg'achqa, cheklanish tarafi eg'ir besishi mumkin. Uning ustiga bu xil usulni ishlatib ko'nsa, qash texmi qo'yiq chiqib tomlashib ketadi. Natijada uni yulib inchiklatishga majbur bo'lib qolishimi quvvatli ehtimol. Yana ishlatilgan bo'yoqlarning ximiyaviy tarkibining ziyonli ekanligini ba'zi doktorlar ta'kidlagan. Agar eriga yoki yatlar ko'rmaydiganlar o'zi uchun bundoq pardozlansa, joiz deyilsa, ishlatilgan bo'yoq tahorat olganda suvni badanga tegishidan to'smaydigan bo'lishi kerak. Bo'lmasa, tahorat va g'usl komil bo'lmaydi. Shundaqla to'y qilmoqchi bo'lgan yigitga yoki yatlarga pardozlanish uchun joiz bo'lmaydi. 7. Qashni bo'yashning hukmi. Ko'zga, qash kirpikka surma tortish joiz bo'lib qolmay, eri bor ayollarga mustahabdir. Surmaning pardozlanishdan boshqa shifobaxsh alohidaligi bor bo'lg'achqa, erlarning ko'ziga surma ishlatishmi joiz va mustahabdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Surma suringlar. Sizlar suradigan narsalarning eng yaxshisi surmadir. Chunki u ko'zni ro'shanlashtirib, kirpikni o'stiradi." Ibn Abbos radhiyallohu anhuma yana Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bir surma qutisi borligini, uning bilan har kechasi o'ng ko'ziga 3 qatim, so'l ko'ziga 3 qatim surma suradiganligini aytgan. Ali radhiyallohu anhu Yamandan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning to'ygunlarini olib kelganda u Fatima radhiyallohu anhaning ihromidan chiqib, rangli kiyim kiygan va surma tortib olganligini ko'rgan. Fatima radhiyallohu anha Hazrati Aliga uni otasi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning shundoq qilishga buyurganligini aytgan. Imom Ibn Qayyim mundaq deydi: "Surma ko'zni asraydi.
ko'rish quvvatini oshirdi va ro'shanlashtirdi. Ziyonli moddalarni yumshatib tozalaydi. Ba'zi turlari pardoz qilishda ishlatildi. Uxlashdan burun so'rishsa ko'z ziyonli bo'lgan harakatdan to'xtaganlikdan haqiqiy foydasini ko'rsatadi. Ayollarga o'sma yoki xina va yoki qosh qalami bilan ko'z, qosh kirpiklarini bo'yashmi o'zi uchun yoki eri uchun yoki ayollar uchun joiz. Lekin yot erlarga pardozlanish uchun joiz bo'lmaydi. Yana hozidor ayollarning pardozlanishi cheklanganlikdan hozidorlik va qarilik mezgilida surma va uningdan boshqa bo'yoqlar bilan pardoz qilishi cheklanadi. Ko'zni davolash uchunla surma ishlatishiga ruxsat. Ummu Atiya radhiyallohu anha mundaq degan: eri vafot bo'lgan ayol 4 oy 10 kun hazi tutgandan tashqari boshqa odamga 3 kundan ortiq hazi tutishdan man'iy qilingan edi. Surma tartishdan, xushpuroq ishlatishdan, Yamanning raxtidan ishlangan kiyimlardan boshqa rangdor kiyimlarni kiyishdan man'iy qilingan edi. Bir ayol payg'ambar alayhisolamning huzuriga kelib, qizimning eri o'lib ketgan edi. Qizimning ko'zi og'rib qoldi. Shunga ko'ziga surma sursa bo'lamdi deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom uningga qayta 2 yoki 3 qatim yo'q deb javob berdi. Ummu Salama radhiyallohu anha eriga qarilik tutib o'tib, ko'zi qattiq og'rib ketgan bir ayolga ko'zingga ketsiz surma tortqin, surma ko'zingni ro'shanlashtiradi, ammo kunduzi surtib o'tgan degan. 8. Yuzdagi tuklarni tozalashning hukmi. Qoshni istisno qatorida chiqarib olsak, ayollar yuzi qismidagi cheka, peshona, mang'iz, jag', burut yeri, maqol va inak qatorliq joylarning tuklarini terib yoki tushirib va yoki lazerda elivasa bo'lamdi. Bu vaqtda qarashlar o'xshash emas. Bir qism olimlar buni qosh terishning qatoridan deb hisoblab o'xshashla harom degan. Yana ba'zilar yulmay boshqa usulda elivasa bo'ladi degan. Yana ba'zilar eri bor ayollar eriga pardozlanish uchun terivasa, tushirvasa bo'ladi degan. Yana ba'zilar soqol burut chiqib qolsa yulvasa, shundaqla yuzidagi tuklarni erining ruxsati bilan yulvasa bo'ladi degan. Hatto ba'zilar ayollarga soqol burut chiqib qolsa terivitishi mustahab, hatto vojib degan. Biz yuqorida keltirgan qoshning tarafidan ma'lumki, qoshdan boshqa joylarning tuki haqida ayrim cheklama kelmaganligi uchun yuzdagi tuklarni yulish cheklama doirasiga kirmaydi. Boshqa usulda elvasa ham bo'ladi. Imom Abu Davud Sunan degan kitobida hadisda kelgan cheklamani qosh terish, qoshni inchiklatish uchundir deb izohlaydi. Demak, yuzidagi tuklarni yulish hadisda la'nat qilingan doiraga kirmaydi. Buni mono rivoyatmi tasdiqlaydi. Abu Ishoqning ayolidan rivoyat qilinishicha, u yosh va yasanishga bak amroq ayol edi. Bir kuni u Hazrati Aisha radhiyallohu anhaning huzuriga kirib, ayol kishi peshonasidagi tuklarni yulib, eri uchun yasansa bo'lamdi deb so'raganda, Aisha onamiz uningga azor beradigan tuklarni mumkin qadar eliyotgan deb javob bergan. Hanbali mazhabidagi ba'zi olimlar mundaq deydi: ayollarning yuzidagi tuklarni tushirishi, pardoz qilish niyatida yuzini bo'yishi, barmoqlarining uchiga xina qo'yishi joizdir. Buni eri ruxsat qilgan taqdirda eri uchun qilsa bo'ladi. Bo'lmasa joiz bo'lmaydi. Chunki bu pardozlanishdan iborat. Erlarning qosh, soqollaridan boshqa yuzidagi yavu tuklarni elib o'tishning hukmidimi bo'ladi, bo'lmaydi degan qarashlar mavjud. To'g'risi, ayollarcha yasanish niyati bo'lmasa mubah. 9. Badandagi tuklarni tozalashning hukmi. Qo'ltiq tuklarini yulish yoki tushirish va avrat tuklarini tushirish orqali tozalab turish, tirnoqlarni elish er va ayollarga o'rtaq sunnatdir. Burutni qisqartishmi erlarga sunnatdir. Buningda olimlar ittifoq. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: qadimiy sunnat 5 dir. Xatna qilish, avrat tuklarini tushirish, qo'ltiq tuklarini yulish, burutni qirqish va tirnoqlarni elish. Shundaqla erlarning mayda va pochoq qatorliq a'zolardagi tuklarni elishmi mubah bo'lib, ayollarga put va qo'llardagi tuklarni elish albatta mubah. Ba'zi olimlar vojib deb qaraydi. 10. Sun'iy kirpik taqashning hukmi. Sun'iy kirpik taqashni ba'zi olimlar choch ulashga qiyosan, shundaqla ziyonliq yoki ko'z bo'yamchilik va Allohning yaratganini o'zgartirish deb qarab harom degan. Yana ba'zilar bu chochni ulash doirasiga kirmaydi. Ko'zga yoki boshqa yerga ziyonliq bo'lmasa-la, eriga pardozlanish uchun taqsa bu yuzga upa angni surtganga o'xshash joiz deb qaragan. Doktor Salman al-Avda la'nat qilingani chochni ulash bo'lib, kirpiklar bu doiraga kirmaydi. Agar kirpiki oz bo'lib, jamoliga ta'sir yetkazadigan bo'lsa, sun'iy kirpik taqsa mayli, bo'lmasa taqmag'ini tuzuk deydi. Albatta,
Taqma kirpikmi tahorat olganda suvni badanga tegishidan to'simaydigan bo'lishi kerak. Bo'lmasa, tahorat va g'usul komil bo'lmaydi. Yana to'y qilmoqchi bo'lgan yigitga yoki yotlarga pardozlanish uchun joiz bo'lmaydi. 11. Qo'riqlarni botoks orqali yo'qotishning hukmi. Turli turmush besimlari va hayot ritmining tezligi sababli bemazgil yetgan qo'riqlar yoki yoshning cho'ng'ayishiga ergashib normal qarish sababli tushgan taqdimotliklari uchun normal bo'lgan qo'riqlarni operatsiya, lazerlik davolash yoki botoks moddasi bilan yo'qotishga bo'lmaydi. Chunki bu Allohning yaratganiga tan bermaslik. Shundaqla husn qo'g'lishish va o'zini yosh ko'rsatish uchun o'zgartish doirasiga kiradi. Agar to'y qilish oldidagilar shuni qilsa, gunohi texmi ig'irlashadi. Ammo kasallik yoki biror hodisa sababdan yoshlarga tushgan qo'riq bo'lsa, ko'ziga chiliqadigan yoki diqqat tortadigan darajada bo'lsa, uni yuqorqidagi turli usullar bilan yo'qotib, normal holatga qaytarishga bo'ladi. Chunki bu davolanish doirasiga kiradi. Albatta, dori yoki davolanish usuli ziyonli bo'lmasligi shart. Islom fiqh akademiyasining huzun tuzash operatsiyalari to'g'risidagi qarorida mundaq kelgan. Qo'riqlarni operatsiya yoki ukol bilan yo'qotib o'tish joiz emas. Kasallik holatida ziyonsiz bo'lish sharti bilan joiz. Amaliyotda insonni ichki dunyosiga mos yoshni ko'rsatadigan, o'z paytida tushgan qo'riqni insonga yarashadigan bir xil tabiiy go'zallik deyishga bo'ladi. Lekin hozir kishilar moddiy go'zallik tashviqotlaridan og'ir darajada yo'qimlanib ketayotgachqa, ma'naviyatdan yaroqlab, texim yosh ko'rinish g'amida insonga umrning oz qilayotganligini, ajalning ko'nsir yaqinlashayotganligini his qildirib turadigan bu qo'riqlardagi ilohiy hikmatga diqqat e'tibori bilan qarashdan g'aflatda qolmoqda. Bu masalada shuni aytmay bo'lmaydiki, bu turli qo'riqlarning hozircha kuchga ega shifosi bo'lgan turli operatsiya yoki lazerlik davolashlar, shundaqla har 6 oyda yoki yilda bir qatam uriladigan botoks moddasi qatorliqlar elib keladigan iqtisodiy besimdan sirt vaqtli unum berganda qilsimi, uzun muddatni ko'zda tutganda sog'lomlikqa bo'ladigan ziyni og'ir besishi mumkin. Bo'libmi, aloqador tibbiy soha kishilarining bayonlariga asoslanganda, botoks moddasi muskulga urilganda vaqtli paraliz shakllanib, nervi muskulga qurilish o'zlashtirish buyrug'ini berolmaydi. Natijada muskul 6 oyga yoki 1 yilga qadar o'zini qo'yib holatda turadi. Ondan yana harakatga o'tadi. Bu oraliqda qo'riq ma'lum mazgil yo'qolgan bo'ladi. Yosh ko'rinish arzusida yengil tuyuladigan yengli og'riqlarga chidab ketdi deyli. Ammo botoks asosliqi zaharlik botulinum toksindan iborat bo'lib, Italiyadagi eng yangi tadqiqotlarning bayon qilinishicha, tajriba chashqanlarning qalpoqlaridagi qo'riqni yo'qotish uchun urilgan botoks moddasi 3 kundan keyin cho'ng miya va ko'z asli tutishga mas'ul miya hujayralariga, shundaqla nerv sistemasidagi halqaliq nuqtalarga yetib borgan. Demak, bakteriyadan iborat bo'lgan botoksning ziyonli tarafini o'ylab qo'ymay bo'lmaydi. İspaniyada olib berilgan tadqiqotlardan ayon bo'lishicha, botoks urilgan muskul 6 oy yoki 1 yildan keyin ukol ta'siri qolmaganda hargizmi to'liq asliga kelmaydi ekan. Yashanganlar va immunit kuchi ojizlarga keltirib chiqaradigan yondashma ziyoni og'ir bo'ladi ekan. Qayta urilsa yomon oqibat ehtimolligi texmi yuqorilaydi ekan. Masalan, botoks urilganda 1. Kishining tabassum yoki g'azab ifodasi, hatto ko'z yoshi qilish qatorliq insoniy tuyg'ularni ifodalash qobiliyatlari og'ir ta'siriga uchraydi ekan. 2. Urilgan zaharning badanning boshqa taraflariga tarqalish yoshirin xavfi bor bo'lib, bu xavf tufayli zahar urilgandan keyin bir muddat egilmay, sajda qilmay va oldiga engishmay turish talab qilinadi ekan. 3. Botoks qildirgan kishilarning 55%da qizitma, lag'ildab titrash, zukam, gal og'riqi va yo'tal qatorliq alomatlar ko'riladi ekan. Shundaqdimi boshqa yurak va boshqa rais a'zolariga ziyonli yoki emasligi hozircha isbotlanmagan. Demak, qarab turib bir zaharni o'ziga urish haqiqatan insoniyat dushmani bo'lgan shaytonga ergashishdan boshqa ish bo'lmas kerak. Shayton aytdi: "Men albatta sening bandalaringdan muayyan sandagilarni egilayman. Shundaqla cho'qim ularni ozdiraman. Ularni xomxayol qildirman. Ya'ni hayot uzun, qiyomat, hisob elish yo'q degandek batil aqidalarni ko'ngliga solaman. Ularni cho'qim chahar paylarning butlarga nazar qilib belgi uchun quloqlarni kutishga buyurayman. Ularni cho'qim Allohning maxluqotini o'zgartirib etishga, ya'ni qullarni aqti qilish, ularga mang, xol chekishga o'xshash ishlarga buyurayman. Kimki Allohni qo'yib shaytonni do'st tutadigan,
u dunyo va oxiratda o'p-ochiq ziyon tortgan bo'ladi. Nisa surasi 118-119 oyatlar. İnsan haqiqatan o'ziga zulm qilg'uchidir. Haqiqatan nadondir. Ahzab surasi 72 oyat. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.